Assalomu alaykum, sizlar bilan F-Managedi. Bugun biz 12800 coinsga ko'rib turgan mana shu pakni ochamiz. Spanish League midfielders Rivaldo, Edgar Davids va David Beckham keldi. Ichkariga kirib olamiz. Uchalovini ham ushlashimiz kerak. Bizda 12800 coins bor. Bu bemalol yetadi. Bu degani 900 talikdan bir 10 tadan ko'p ochamiz, 15 tacha ochamiz. Bemalol ushlaymiz. Xudo xolisa ko'rishinglar mumkin. Rivaldo momentum dribling bilan kelgan. Buni driblinglari mana bal kontroldan turib finishinggacha hammasi 95, 96, даже 99, 100 narsalari ham bor. Driblinglari menimcha 99 atrofida bo'ladi. Sil udarini ham ko'rsatib ketdik. Sil udari ham juda qattiq tepadi bu. O'zimda bundan boshqa kartasi bor. 102 kartasi bor. U ham juda kuchli o'ynaydi. Edgar Davids Fortress skill bilan kelgan Destroyer. Bu himoyalanishga juda yaxshi. DMFga qo'yib qo'ysanglar bemalol usha beradi. Tezligi ham ancha kuchli, tezligi ham ancha tez. Zakariyaga o'xshaydi. Faqat Zakariyaning kichkinaroq varianti. Va David Beckham bunda skill yo'q. Unaqa jet crossing skill bilan chiqmadi. U Angliya piki ham chiqqan edi. Jet crossing bu va bu umuman skills chiqdi, lekin buni ham statistikasi normal, mana paslarini ko'rib turibsizlar. Bu pasi ham 99, 100 atrofida bo'ladi. Kurl kutilganida 90, turishini o'zi 90, chunki Kurl hayotda slishkim nerealni bo'lgan. Speed acceleration unchalik emas, tezlik unchalik yo'q. Kicking power normal, sillar normal. Xo'sh, endi bitta bosib boramiz. Ketdi. Bismillahirrohmanirrohim deymiz. Bitta 100 talik ochamiz. Ketdi 100 talik. 100 talik. Endi kutilganida bermaydi Konami. Endi berishi juda qiyin. 150 o'yinchidan endi bitta deb shu вообще nerealni. Xo'sh, mana endi bitta usul qilib ko'raylik endi. Rivaldoga kiramiz, Davidsga kiramiz, David Beckhamga kiramiz hozir mana. Beckhamga kiramiz va 900 talik bosamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Konami ber bitta 900 talik berarmiz va bu epic emas. Epic deb o'ylaman, yomon chalg'ib bordi odamni. Kim bu? Spaniya Varatar, Wojciech Szczesny. Bizga umuman bunaqa o'yinchilar kerak emas. Bizga faqat va faqat epic kerak. Ya'ni bitta 100 talik bosib ko'ramiz. Bermadi. Va bizda 1100 coinsimiz ketdi. Hozir mana 2000 coinsimiz ketadi. Bismillahirrohmanirrohim. Konami ber bitta epic xatlari. Yo'q. Epic bermayapti umuman. 2000 coinsimiz ketdi. Mayli jo'q. Yo'q, hali oldinda hali coinsimiz bor. Yetarlicha coinsimiz bor. Inaki Williams yo'qdi. Hatya bir foto bersan, Kamavingani bersan, hatya bir Kamavingani bersan. Bismillahirrohmanirrohim. 900 talik yana bir bora. Va bu yo'q. Epic yo'q. Bizani Konami вообще nima qilyapti? Qo'llaganni qotdi-yu. Kim bu uning Koreyami? Ha, Koreya. Bizga vaqt kerak emas. Hatya bir foto ham bermayapti boru. Foto ham bermayapti. Hozir pakka chekiramiz. Yaxshigina ochib qo'ydik hozir o'zida. 3000 coinsimiz ketdi yo'q bilan. 2900 ketibdi mana. Hatya bu Gavi yoki Kamavinga tushsa ham unchalik yomon emas. Normal, chunki bularning reytingi baland bo'ladi. 100 talik ketdi. Yo'q, bermayapti Konami bizga, umuman bermayapti. 3000 coins ketdi va bismillahirrohmanirrohim deymiz. 3900 coinsimiz ketadi hozir. Ana bismillahirrohmanirrohim. Konami ber. Voy. Qiynayapti-yu, oxiriga taqab beradi deyman bu epiklarni. Balki Black bo'lib qolar balkim. Kim bu? Yetti Ferran Torres kerak emas bizga bu. Yana bitta bismillahirrohmanirrohim. 900 talik va bu epikmi?
ichkari yashil bo'ldi. Bu FT katta ehtimollar. Endi ichkari yashil bo'lsa epik qolishi ham mumkin. Bunaqalab bo'lgan. Va bu Bryce Mendes adashmasam. Bunda Bryce Mendes ekan. Buni bilmayman. Necha bo'lishini reytingi. Bu normal reyting bo'lib qolar. 97, 96 o'yinchi qoldi. Hali ham epik berganligi 50 tadan ko'p. O'yinchi ketdi, 54 ta ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. 900 talik вообще bermayapti Konami boru. Хотя бы bitta bersin, хотя бы bitta dona epik bersin. Qiynavordi-yu. FT beryapti. FT berganda ham normal FT bermayapti. Kamavinga Gavilarni bermayapti. U mana 3 ta FT chiqdi. Bittada men hozir FTlardan mana ikkitasi qoldimi? Yo'q. Mana Ruben Garcia va 2 ta FT qoldi Gavi Kamavinga. 200 talik bosamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yo'q, yana bermayapti bu. Taqavyapti-da. Oxiriga taqab bermoqchi bu Konami bizga. Bismillahirrohmanirrohim. 900 talik qani ber Konami endi. Va epik. Va nihoyat epik ushlandi bolalar. Hali bizda yana ikkita epik kerak. Epik qolgan. Bu kim? Rivaldo yaxshi, yomon emas. O'zi menimcha ichida eng kuchlisi Rivaldo bo'lsa kerak. Rivaldo bilan Edgar Davis menimcha. Chunki Beckhamning bu kartasi sekin chiqdi. Unchalik Edgar Crossingga qaraganda yaxshi emas. Bu masalan Rivaldoning eng kuchli kartasi-da. Futbol tarixida chiqqan bundan kuchli kartasi chiqmagan hali Rivaldoning. Edgar Davis ham shunaqa deb o'ylayman. Statistikasi bash bomba. Bismillahirrohmanirrohim. Edgar Davis yoki Beckham uchun qani? Voy. Вообще maynoslik qordi bor Konami hamchi. Umuman bermayapti. Qancha qo'yib ketdi voy. Kim chigancha вообще kerak emas bizga chigancha. 5000 coinsimiz bor. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir 900 talikdan bosadi black bo'lishi mumkin chunki. Yana bermayapti. 40 ta o'yinchi qoldimi? So'rlabdi beryapti. Vachi pastdan beryapti o'zimcha. 4000 coins qoldi. 55 ta o'yinchi. Bismillahirrohmanirrohim. Iltimos Konami хотя бы shunisini ber. Konami va bu epikmi, yo'qmi? Hop. Menimcha epik emas bu bo'ldi. Ha, epik emas. Vachi kim bu ey? Muskera hozir kerak emas bizga. 3000 coins qoldi. 45 ta o'yinchi qolgan. Qaranglar mana. Mana qaranglar. Black bo'lish ehtimoli juda katta. Voy. Bitta ustalik bosamiz. O'shamasligimiz ham mumkin-da bolalar. 12000 coinsga o'shamasa bu вообще g'alati-da bu. Omad umuman kelmayapti. Coins jevot, coins qurtyapti bu Konami. Bismillahirrohmanirrohim. Ber Konami 43 o'yinchi qoldi. Bitta yana, davay. Epikmi? Voy, hali epik yo'q. O'yin qilyaptimi bu Konami? Yana FT. Вообще kerak emas hozir. 2200 coins qoldi. Rivaldo tushdi. Edgar Davis kerak va Beckham kerak. 2200. Bismillahirrohmanirrohim. Konami ber. 23 o'yinchi qoldi o'sha. Konami va epik yaxshi ikkita bor. Muhim yana ikkita epik qolib ketmadi. Bitta epik ushadi bitta epik qoldi. Edgar Davis. Yaxshi, muhimi menimcha u yaxshi usha oldik. Вообще настроение ham o'ldirdi bu Konami. Bermasdan epiklarni. Вообще ham o'yinchi qolgan. 23 ta qaranglar bolalar. 23 ta o'yinchi qolgan. Просто super. Bitta ochamiz. 100 talik bosamiz bu yoqda. Keyin bitta oxiri 900 talik bosib yuboramiz. Tushib qolish ham mumkin-da 100 talikda chunki.
kam o'yinchi qoldi, ancha kam o'yinchi qoldi. Va bu yomon. Chalg'itib shu kanami bor-ku. 2 ta 100 talik va bitta 900 talik bosamiz. 10 ta o'yinchi qolib ketadi shuni bilan. Shunday bitta Beckham, David Beckham. Coins qurityapti, просто tak qurityapti bu. Epikmi? Yaxshi. Voy. Yaxshi ham 100 ochimman, epik. Yaxshi ham 100 ochimman. 900 coins yapib 1000 coins ortib qoldi. 1900 ortib qoldi. Men kerak. David Beckham uchalasini ushadik. 900 coins ortib qolibdi. Mana hammasi ushaldi. Men bir ikkitasi qolib ketdi shunda ham. Mayli, bular kerak emas. Bizga muhimi o'zimizga kerak bo'lgan 3 ta epik ushab oldik. Endi hozir qo'yib ko'ramiz. Kerak emas bunaqa qilish. Qani pastga tushamiz. David Beckham kim o'rniga qo'yamiz? Xo'sh, tanlaymiz. O'rniga va Fernando Torres o'rniga David Rivaldoni bo'lsa Maradonani. Mana Rivaldo tushiramiz. Beckham tushiramiz va Edgar Davids. Hozir bilan kuchaytiramiz. Agar kuchaytiriladigan treninglar bo'lsa, bemalol yetarkan. Beckham kuchaydi. Hozir Rivaldoni kuchaytiramiz. Va bundan keyin Edgar Davids. Akkaunt ancha kuchaydi. 12000 coin oxirgacha ketdi pashti. 11900 coin ketdi. Kuchaytiramiz bularni. Bitta. Eski shundoq avto qo'raman. O'zlari qoradi lekin o'zlariga yoqqanini kuchaytirib oldilar. 104, 103 bo'ldi. Edgar Davids necha bo'ladi hozir ko'ramiz. Hali boost berilmagan unga. Skill token shu bor. Xo'sh, kimga boshlaymiz? Mana bu Rivaldoga berib ko'ramiz hozir. Randomiydan 2 ta ekan. Qani nima chiqdi? Baltari u normalmi bu? Ta normal bo'ladi. 104 va bunisini Beckhamga berib qolamiz. Qani voy, zo'r tushyapti o'zi ham bor-ku. Beckham shu. Bolalar videoni ko'rdinglar. Qiziq video bo'ldi. 12 coins oxirigacha ketdi. Podpiska bosinglar, like bosinglar. Hammaga xayr.